Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi kun, 23 fevral 9:36 ertalab. O'zida ertalabki nonushta. Choy. Zavtrak qoldim. Bugun ana shu joylarga boramiz va Barselonaning asosiy joyi La Sagrada Familiaga ham kiramiz. Shu joyda bitta narsani aytib ketishim kerak. Barselonaning ko'p joylariga biletlarni onlayn olasizlar. Biletni oldindan olib qo'yishingiz kerak. Joyida on spot ola olmaysizlar. Bu imkonsiz. Borsanglar QR kod skaner qil. Sayt orqali yoki priложение orqali bilet ol deb aytishadi. Men ham biletni bir hafta oldin olib qo'yganman. Slot bo'ladi, vaqtda kunni tanlaysizlar, soat nechida kirmoqchisizlar. O'shani tanlaysizlar. Hozir arkada Triumf. Shu yoqqa qarab ketyapmiz. Havo sal bulut, sal salqinroq. Lekin betdan keyin kun ochilib ketadi deb ko'rsatyapti ob-havo. Endi Barselona ham not a morning city. Ertalabki shahar emas. Ko'p joylar yopiq. Tak soat 10 bo'ldi. Ko'p joylar yopiq, odam kam. Bor odamni uncha ko'p emas. Shu betdan keyin jonlanadi, kechki tomon nima bo'ladi? Yaxshigina jonlanadi. Tekindan taklif qilishsa olmaylar. Bu tuzoq. Chunki tekin pishroq faqat qopqonda bo'ladi. Bu ana o'sha manba park. Arka Triumf shunda oldida. Một chục đấy mình
обязательно kelib ko'rish arziydigan joy. It's definitely worth visiting. И групповой kelsalar bunaqa salsa o'rgatishyapti, групповой. И вот mana men bilaman, bilmagandim. Fransiyani Arc de Triomphe'ga o'xshaydi. И bitta narsani sezonman, har bir davlatning o'zida o'zini Arc de Triomphe, ya'ni g'alaba arkasi bor. Milanda ko'rdim. Parijda bor Arc de Triomphe. Mana bu yoqda yo'q, naryoqda edi Arc de Triomphe. Lekin menga o'xshab ketadi Parijnikiga. Da o'xshashlik ko'p Yevropa davlatlarida, shaharlarida. И park просто ko'radigan, qiladigan, rasmga, videoga oladigan joylar juda ko'p. Narada zoopark bor. Men bu yoqda bunaqa joy bilmayman, qanaqa joy. Mana saroy, naryo botanический сад. Ishqilib вообще. Sal ko'proq vaqt o'tkazdim, no arziydi. Ana endi Kolumbda boralarim, mening O'zbekiston vatanim mening. Kolumbni haykalini oldiga ketyapmiz. Men o'ylagandim Kolumb qo'lini bu yoqqa qilib Amerikaga ko'rsatdi deb o'ylagandim. Hozir kartani ochib qarasam, nabarot Tuniziya, Misr, Shimoliy Afrika tomonga qarab qo'lini ko'rsatdi. Sababi nega bilmadim. Men Amerikada ko'rdim. Lekin bu tomon Shimoliy Afrika. Tuniziya, Misr ketdi bu yog'i. Kolumb zabt etildi. Endi keyingi manzil Gothic Quarter. Bu определённый точка emas, shunchaki shunaqa neighborhood. Gothic Quarter degan. Gothic Quarter orqali biz Cathedral of Barcelona, ya'ni Barcelona cherkoviga qarab ketamiz. Havo zo'r, ozgincha bulut. Lekin ko'chada aylanadigan, sayohat qiladigan havo. Kolumb. Mana shu odam Barselonani Barselona qilgan. No, gram bu odam emas, lekin Antoni Gaudi. Uni haykalmi dedim. Harakatlanadigan ekan.
Turkish restaurantga kirdim. Pokistonlik bola ekan. Hozir soat 12 bo'ldi. Plotniy obed qilamiz. Shu bilan to'xtamasdan kechgacha yuramiz. Agar plotniy obed bo'ladigan bo'lsa, kechki payt yana kechaganga o'xshab lehki ujin qilamiz. Shuning uchun hozir bitta burger, chicken burger, tovuqli burger и o'zimizdan lavash, mol go'shtidan. Shuni zakaz qildim и choy. Da. Chunki zavtrak bo'lmadi. Oddiy pechenye bilan o'tkazdim zavtrakni. Exacto. Ozmizan Square, Broadway. Mashhur ovqatlardan bittasi paella. Guruch и krevetka, qisqichbaqami, ishqilibani o'sha narsa bo'ladi. И agar rangi sariq bo'lsa, unga ishonmanglar. Sariq rang qilish uchun har xil narsalar qo'shadi и shafran qo'shish kerak. Shafran qimmat. И bu yerdagi hamma mana bu yerdagi ko'chani bo'yidagi nimalar muzlatilgan paellani shunday mikrovolnovkaga qo'yib isitib oldinglarga qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun bunaqa tourist traplarga, turist qopqonlariga tushmanglar. И boshqa joyga boringlar. И tourist trapligini yana qanaqa bilsa bo'ladi. Ko'chada mana bunaqa yuradi. Odamlarni taklif qilib, keling ovqatlaning deb. И menyusi bir 3 ta tildan ortiq tillarga tarjima qilingan bo'ladi. Qancha ko'p tilga tarjima qilinsa, o'sha bu все уже. Bu faqat turistlar keladigan joy. Ya'ni ularni ishirish kerak deydi. И sifat kam, sifat past, narxi baland bo'ladi. Chunki bularning hammasi one shot game, ya'ni bir marta o'ynaladigan o'yin. Ya'ni turist keladi, u turist ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q. Loyalty degan narsa yo'q, ya'ni o'shada ish qilib. Loyalty yo'q. Customer loyalty. Shuning uchun one shot game. Do not fall into these tourist traps.
biletga qarab orqama cholab yursa, afsonalarga qaraganda omad keltirarmish. O'sha gap, biz bunaqa narsaga ishonmaymiz. Mana hozir Barselonaga keldim. O'zbekni ko'raman deb o'ylamagandim. Bitta brat ko'zga вообще issiq ko'rindilar. Bu yoqqa aylandim, bu yoqqa aylandim. Oxiri kelib mana brat bilan ko'rishdik. Biz ko'raman deb вообще o'ylamagandim. Gapirmang. Bu yoqda o'zbekni ko'rish boshqacha bo'lar ekan. Gap yo'q. Rahmat. Musica de Catalunya. Ishqilib mana shu opera orkestri bo'ladigan joy. Ichiga kirdim. Bilet olsa bo'lar ekan. Bunaqa qimmat emas, 18-22 yevro. No. 1 soat ketadi aylanib chiqishga. Mani vaqtim yo'q chunki hozir soat 2 dan 8 minut o'tdi. 3:30 da biletim bor La Sagrada Familiaga. Joyda yana bir marta aytaman. La Sagrada Familia, Park Güell, shunga o'xshagan joylarga onlayn bilet olasizlar. Borib joyda ola olmaysizlar. Sezoniga qarab biletni bir hafta oldin yoki undan ham oldinroq sotib olishga to'g'ri keladi. Hozir sezon emas uncha. Shunga qaramasdan bir hafta oldin sotib olganman biletni. Sizlarga yozda, bahorda kelaman degan bo'lsanglar, 1-2 hafta oldin tekshirib olinglar biletni. Onlayn olasizlar. O'zini ofitsial saytidan olsanglar, o'zini narxida olasizlar. 3rd partylardan olmanglar. Chunki ular charge qiladi, ustiga qo'yib sotadi. Bu planda bor edi, lekin not important, ya'ni muhim emas edi, lekin men uchun muhim chunki Banksy ishlari menga yoqadi. Bu artist, ya'ni nima bo'ladi? Rassom. Ishlari juda ajoyib, ta'sirli. Lekin bu yoqqa kirishga vaqt yo'q. Dalchi davom etamiz.
gazetada chiqadigan bo'ldim. Gazeta.uz shunaqa joylarda eski fotoapparat bilan bolalar turadi. Mana shunday yo'qotdi. Mana Rossiyadan ekan. Bular определенный summasi yo'q. Xohlagan summangizni berib ketasizlar. Men 2,5 euro berdim endi. Bundan kamroq ham bersam bo'lardi, nomayli. Ну зато gazetada chiqdim. Hop, rasmga ko'p tusha olmadim. Faqat men ikkita rasmga tushdim. Hozir 3 dan 13 minut o'tdi. Оказывается, 3:15 ekan meni kiradigan vaqtim. O'shanga tezroq kiradigan joyni topib, kirib aylanib, keyin chiqib bemalol rasmga tushib davom ettiramiz. Kirib oldim. Endi приложениесі bor, Sagrada Familia'ni. O'shaning ichiga kirsanglar, biletinglarni nomerini yozsanglar, sizlarga tekinga guided tour beradi. Ya'ni audio yozuv, o'shani eshitib aylanib yurasizlar. Hozir ko'pchilik qarasam quloqda naushnik eshitib yuribdi. Men ham sekin boshlayman. Salqin uchib ketishga hozir. Soat 3 dan 40 minut o'tdi. Bo'lmasa biz ham tarixni o'rganishni o'qishni boshlaymiz. Binodagi har bir haykal ma'lum bir tarixni belgilaydi. Mana misol uchun mana bu Maryam onamiz va Iso alayhissalom uni baptiz qilyapti, ya'ni baptizm. Tepasidagi Jozef uni baptiz qilgan odam. 3 ta odam sovg'alar bilan, tepada yulduz va farishtalar. Mana bu yoqda Maryam onamiz Iso alayhissalomdan Misrga safari va bu yoqda Iso alayhissalom otasiga gilam qilishda yordam berayotgani tasvirlangan. Har bir nimada bir tarix mujassam bo'lgan. Audiobook prosta etlarni jimirlatib yuboradigan darajada bo'lyapti. Bilmadim, boshqacha ta'sir qilyapti. Ham eshitib, ham tomosha qilsa boshqacha taassurot bo'lyapti. Mana bunga mashq qilib o'taylik. Quyosh cathedral, ya'ni cherkovni ma'lum bir joydan chiqib, ma'lum bir joyda botadi va mana bu narsani sizlar obeddan keyin nima qilishim mumkin. Ana o'shaning uchun obeddan keyin bilet olgandim. Hamma narsani oldindan plan qilgandim. Mana bu chiroyli go'zallikka qaraydi.
La Sagrada Familiaga bo'lgan sayohat tugadi. Mana bu eng hot spot. Populyarni joy rasmga tushib olish uchun. Shu yoqda entrance, kirish yoqdan, chiqish orqadan, chiqqaningizdan keyin yana aylanib kelasizlar. Mana shu daraxtlarning orasidan mana shu toshkaga o'tirib olsanglar, ideal rasm chiqadi. Havo ham ochilib ketishni boshladi. Afsuski kanatga nasib qilmadi, chunki oxirgisi 5:30 da qo'zg'alar ekan. Soat 6:30 bo'ldi. Men o'ylagandim zakatni ko'rib tushib ketamanmi deb o'ylagandim. Mayli, necha. Kanatga hech nima qilmaydi. Atak ko'rdinglar, 11 dan 5:30 gacha bitta yo'li 12,5 euro. Zakatni shu kutib olamiz bo'lmasa quyosh botishini. Sagrada Familia haqida bitta fakt. Bilamiz, cherkov hali oxirigacha bitkazilmagan. Uchiga o'sha yetmagan qismini qo'yadigan bo'lsa, Montyuk degan tepalik bor. Mana Antoni Gaudi tabiatni shu darajada hurmat qilganki, men qurgan bino Xudoni yaratgan tabiatidan ustun bo'lishi kerak emas deb ataylabdan pastroq qurgan. Чтобы oshib ketmasin men qurgan cherkovim. Xudoni yaratgan mo'jizasidan degan. Tabiatni shu darajada hurmat qilgan va har bir ishida mujassam ettirgan. Albatta Sagrada Familia haqida to'liq ma'lumot bermayman, chunki o'zingizlar ko'rib, kelib eshitganinglar boshqa. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rib kelgan yaxshi. Chunki audio knigani ichidagi ma'lumotlarni yetkazib berish imkonsiz, chunki juda ko'p ma'lumotlar beradi. Ko'p esda qoladi, ko'p esdan chiqib ketadi. Baribir eshitib nima qilsanglar etni jimirlatib yuboradi. Shunchaki ichi aql bovar qilmaydigan darajada. Tashqarisi ham. Bugungi plandan faqat bittasi qoldi. Bu ham bo'lsa La Barcelona. Короче, o'sha sohil bo'yida aylanish. Xudoga shukr, hamma planlar, mana shu hamma planlar amalga oshdi. Oxirgisi qoldi, La Barcelonada beach, ya'ni sohilda aylanamiz. Va shu bilan sekin mehmonxonaga ham qaytsak bo'ladi, yana bilmadim nima qilamiz. Soat endi 6:30.
borgunimcha 7-7:30 bo'ladigan bo'lsa 8-9 kechki ужин. Mana shu bilan tugatsa kerak. Sohil tomon ketyapman. Boyagi o'zbek aka bilan ko'rishamiz. Ularning o'zlarining boradigan joylari bor edi. Bilet olib qo'yganlar, uni vaqti bor. Barselonada olgan narsalarni vaqti bo'ladi, vaqtida borishingiz kerak. Meni ham biletim, vaqtim bor edi. Sagrada Familiada. Shunga hozir Kanadkada boradigan yo'limga endi peshkom ketyapman. Endi sohil bo'yida akam suhbatini olib, dildan suhbatlashamiz. O'zi ko'rarmikanman deb o'zbek odamni. Nasib qildi mana. Ular ham hayron, ular ham shokdalar, men ham shokdaman. Ko'rib ikkalamiz ham xursand bo'ldik. Boshqacha bo'lar ekan, bilmadim. G'irt begona yurtda ular ham bitta o'zlari sayohatga chiqqanlar, men ham bitta o'zim sayohatga chiqqanman. Qiziq bo'lar ekan. Endi suhbatlarini olamiz.